Allah Taala 14 asr burun iqtarabatis sa'a qiyomat yaqinlashdi deyish orqali 4,5 milliard umrga ega bu koinotning oxirlashadigan vaqtining yaqinlab qolganligidan bizga xabar bergan. Dunyoda nihoyat cho'ng ishlarni qilgan, ammo qalbida iymon bo'lmagan kishilarni cho'ng biladi, hurmatlaydi, ularni ulgu qiladi, bolalarni ularga o'xshash kishilardan bo'lishini umid qiladi. Kiyimlari arablarga o'xshab oldi deb chatqa qilsa, gap so'zlari, fikrlari qatmal, bir narsa tushunmaydi deb chatqa qilmoqda. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı kıyamet yaqinlashganda yuz beradigan bir qancha ishlarni bizga so'zlab bergan. Biz ilgirki darsimizda shu ishlarning yuz berib bo'lganlari va bugungi kunimizda yuz berayotgan bir qanchasini tunishib chiqaydi. Endi biz bugungi kunimizda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kıyamet yaqinlashganda yuz beradi deb bizga so'zlab bergan qiyomatning alomatlaridan naq bugungi kunimizda yuz berayotgan bir qanchasini tunishib chiqamiz. Bu orqali o'zimizdagi g'aflatni yo'qitimizda qiyomatga tayyorlik bilan turamiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qiyomat yaqinlashgan vaqtida yuz beradigan ishlar deb so'zlab bergan bugungi kunimizda naq yuz berayotgan ishlarning birinchisi bo'lsa islomning g'arib bo'lishi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadisda bada'al islamu g'ariba. Islom tunji boshlangan vaqtida g'arib boshlandi dedi. Ya'ni zolimlar, buzuq kishilar, nachar kishilar, kofirlar, mushriklar, kuchlik, buzuqchiliklar ko'p vaqtida islom ojiz, nihoyat g'arib holatda boshlandi. Va sayaudu kama bada. Xuddi g'arib holatda başlanganga o'xshash g'arib holatda qaytadi deydi. Ya'ni qiyomat yuz berishni ilgirmi xuddi islom tunji kelgan vaqtida buzuqchilik ko'p bo'lgandek, zolimlar, mushriklar kuchlik bo'lgandek, qiyomat yaqinlashgan vaqtidami buzuqchilik ko'p bo'ladi, zolimlar kuchlik bo'ladi, islom g'arib holatda qaytadi. Fatuba lil ghuraba idza fasada nas. Kishilar buzilib ketgan vaqtida endi mustahkam turgan g'ariblarga jannat bilan bishorat bo'lsin deydi. Ya'ni kishilarning hammasi buzuqchilikka tushib ketgan, atrofda buzuqchilikdan boshqa ish yo'q. Alloh mundaq dedi, payg'ambarimiz mundaq dedi degan bu gapga hech kim quloq solmaydigan, musulmonlarni boshqalar ko'zga ilmaydigan, chet qaqadigan mushundaq islom g'arib bo'lgan vaqtida endi mustahkam turgan g'ariblarga jannat bilan bishorat bo'lsin deb 14 asr burun bizga xush bishorat bergan. Yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga inna min varaikum ayyamus sabr. Sizlardan keyin, ya'ni qiyomat yaqinlashgan vaqtida sabr kunlari keladi. U vaqtda ana shu sabr kunlarida o'zining dinida mustahkam turuvchilar, dinni ching tutuvchilar bo'lsa, cho'g'ni tutgan kishiga o'xshaydi dedi. Ya'ni tutsa qo'li kuydigan, tutmasa cho'qoldan tushib ketadigan, mushundaq holatda dinni ching tutadi. Ya'ni dinni ching tutganligi tufayli qo'li kuysimi, uning aziyatiga uchursimi, ular ching tutib turadi. O vaqtda ana shundaq dinda ching turganlarga, diniy hukmlarga amal qilganlarga sizlardan 50 kishining ajri beriladi deydi. Sahobalar bundan hayron qolib, "Kayfa yakunu lahu ajru 50 minna?" Uningga qandaqmi bizni 50 kishining ajri berilsin? Biz degan sahoba oltin davr yashagan tursak, qandaqmi u odamga bizni 50 kishining ajri berilsin deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga "Innakum tajiduna alal haqqi a'wanan wa hum la yajidun." Sizlar haqiqatga yordamchi topolaysizlar. Ya'ni haqiqat so'zini birini qilsanglar, Alloh mundaq degan, payg'ambar mundaq degan desanglar, sizlarning atrofingizda bu gapga yordam beradigan yordamchilar bor. Sizlar yordamchi topolaysizlar, ammo u vaqtda kishilar topolmaydi. Ya'ni u vaqt kishilar Alloh mundaq degan, payg'ambar mundaq degan deslar, kishilarning hammasi u odamni yordamsiz qo'yadi, tashlab o'tadi, chetga qaqadi. Uning magibi to'g'ri deb ularga yordam beradigan bir kishi bo'lmaydi. Ya'ni islom, Allah, sünnet, hadis deb chiqqanlarga yordam beradigan hech kim bo'lmaydi. Ularni hech kim qo'llamaydi. Darvaqa bugungi kunimizda naq payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, musulmonlarning so'zlari, kiyinishi, ish harakatlari, fikr, o'y tafakkurlarining hammasi chetga qilmoqda. Kiyimlari arablarga o'xshab oldi deb chetga qilsa, gap so'zlari, fikrlari qatmal, bir narsa tushunmaydi deb chetga qilmoqda. Islom va musulmonlar mushundaq chetga qilib, g'arib bo'lib bo'ldi qilmay, kofirlar yuqori ko'tariladi. Kofirlar o'lgaldigan, ularni cho'ng bo'ldigan bir kishilar maydonga keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu ahvolni isbotlab va yuqalu lirrajul ma aqalahu ma adbarahu ma ajladahu va ma fi qalbihi mithqala habbat khardal min iman. Bir odamga nima degan aqlliq, nima degan chechan, nima degan kuchlik deb mushundaq havas qilinadi, cho'ng bilinadi. Vaholanki u odamning qalbida iymondan, Allohga bo'lgan tunishdan misqolchilik, zarrachilik yo'q deydi. Ya'ni mushu dunyoda natija qozonganlik yoki mushu dunyoda kishilarga manfaat yetadigan bir ishni qilganlik uchun kofir bo'lsa-mu, kishilar musulmonlarni ularni ulgu qiladigan, ularni cho'ng biladigan, ularga havas qiladigan bir holat shakllanadi deydi. Bugun kunimiz qarab baqadigan bo'lsak, bu ahvol aynan mavjud. Bugun kunda kishilar kimni cho'ng biladi? Elon Musk, Bill Gates, Jobs o'xshash dunyoda
nihoyat cho'ng ishlarni qilgan, ammo qalbida iymon bo'lmagan kishilarni cho'ng biladi, hurmatlaydi, ularni ulgu qiladi, bolalarni ularga o'xshash kishilardan bo'lishini umid qiladi. Mana bu bugungi kunimizda dal yuz berayotgan qiyomatning alomati. Ikkinchi alomati bo'lsa, musulmonlarning musiqa asboblarini halol deb qarash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la yakunanna min ummati yastahilluna al-harra wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Mening ummatimdan bir turli kishilar maydonga keladi. Ular zinoni, yipakni, aroqni va chalg'u asboblarni halol sanaydi deydi. Ya'ni zinoni vaqtlik nikoh yoki ikkinchi nikohning shaklini o'zgartirish orqali halol sanaydi. Yipakni erlar har xil bahonalar bilan halol sanaydi. Aslida yipak ayollarga halol, erlarga harom. Ammo qiyomat yaqinlashgan vaqtida erlarmi har xil bahonalar bilan yipak kiyishga boshlaydi. Aroqning ismlarini boshqa ismlarga o'zgartirish, yangi ismlarni qo'yish orqali halol sanashga boshlaydi. Va shundaqla musiqa va chalg'u asboblarni psixikamizni yaxshilaydi, hatto kasal davolaydi, ruhimizni ko'taradi deganga o'xshagan har xil bahonalar bilan bularni halol sanaydigan bir turli kishilar maydonga keladi deydi. Naq payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, bugun kunimizda musiqa harom desa hayron qoldigan. Ya'ni musiqaning haromligimi kishilarning orasida unutilib ketmoqda. Üçüncüsü ochko'zlikning nihoyat keng avj olishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna min ashrati sa'a ay yadhhara shuhha. Qiyomatning alomatlaridan birisi shuki, ochko'zlikning namoyon bo'lishi, ochko'zlikning oshkor bo'lishi deydi. Bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak, kishilar pul topdi, pul tepyotdi, ammo atrofidagi yetim yesirlarga bermaydi. Hammani o'zi xajlaydi, o'zining turmushini yaxshilaydi, atrofdagi kishilarni faqat o'ylamaydi. Mana shunday ochko'zlikning maydonga kelishi qiyomatning yana bir alomati. To'rtinchisi, yalangoyoq, kambag'al kishilarning bino silishda baslashi. Hadisda antural hufatal uratal ala yatatawaluna fil bina. Yalangoyoq kambag'al kishilarning bino silishda baslashganligini ko'rishing qiyomatning alomati degan. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan bu yalangoyoq kambag'al kishilar kim deb so'ragan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom arablar deb javob bergan. Bugun kunimizda Dubay qarab boqadigan bo'lsak, asli nomrod podich kishilarning binoni egiz silishda, har xil nusqa chiqib silishda baslashayotganligini ko'ramiz. Demak, bu alomatmi bugun kunimizda naq yuz berayotgan alomatning birisi. 5-incisi ilmning ko'tarilib ketishi va yer tarvashning ko'p bo'lishi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la taqumus sa'a hatta yuqbadal ilm va takthuruz zalzal. Qiyomat ilm ko'tarilmay turib va yer tarvash ko'p bo'lmay turib bo'lmaydi deydi. Bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak, olim ismliklar ko'p, ammo ilm yo'q. Yer tarvash nihoyat ko'p bo'ladi. 6-incisi ayollarning kiyim-kechakda uchuqliq qarab menishi. Yuzni yopgan ayollarning yuzini echishi, yuzini ochgan ayollarning kiyimining rangliklashishi, qisqarishi, sirtlarga chiqqanda xushpuroq ishlatishi bu zamon oxiri bo'lganligining, ya'ni qiyomat yaqinlab qolganligining yana bir alomati. Shundaqla naq bugun kunimizda yuz berayotgan bir alomat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom men ko'rmaydigan, ya'ni men o'lgandan keyin zamon oxiri bo'lganda keladigan ikki turli do'zax ahli bor. Uning birisi bo'lsa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Kiyim kiygan ayollar, ammo ular yalang'och, ya'ni kiyim kiydi, ammo kiyimi nepiz yoki tor, ya'ni badan shakli oshkora bo'lib qolgandek tor. Mumilat, ular kiyimi bilan, qilgan girmi bilan, qochgan xushpuroqlar bilan erlarni o'ziga tortadi, jalb qiladi. Shundaqla ular gap so'zlarda, harakatlarda erlarga moyil. Ru'usuhunnaki asminatul buxtul maila. Ular beshini tuguning lokusdek mullaq qiladi deydi. Jamiyatimiz qarab boqadigan bo'lsak, bir qism ayollarning orasida xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergandek, chechini mullaq qilib tuguning lokusdek qilish modaga bir madaniyatga aylanmoqda. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ogohlantirgan, shundaq do'zax ahli deb sifatlagan qiyomat yaqinlashganligining bir alomati. Muhammad alayhisalom bu turlik ayollarni la yadkhulunal jannah va la yajiduna riha. Bu ayollar jannatga kirmaydi, jannatning purqini puryamaydi degan. Jannatdagi xushpuroqlar tufayli jannatning purqi necha ming kilometrga qonqib turadi ekan. Lekin bu ayollar necha ming kilometrga yiqilishamaydi. Ya'ni jannatni yiroqdan ko'rmaydi degan. Bundan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan qiyomatning nurg'un kichik alomatlari bor. Bu kichik alomatlarning ko'p qismi yuz berib bo'ldi va bir qismi bugun kunimizda yuz beryapti. Bu bizning bir tarafdan iymonimizni kuchaysa, yana bir tarafdan o'limga va qiyomatga tayyorlik qilishga undaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan, ammo taxi yuz bermagan qiyomatning cho'ng alomatlari bor. Qiyomatning cho'ng alomatlaridan agar birisi yuz bersa, qolgani keyin yuz beradi. Ya'ni qiyomatning cho'ng alomatlaridan birisi yuz berdi deganlik qiyomat bo'ldi deganlik. Undaq bo'lsa, qiyomat eng yaqinlashganda yuz beradigan qiyomatning cho'ng alomatlari qaysi? Bu haqda kitobda Alloh qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.